Barcha salom do'stlar. Bu Computer Time 3 kanali. Bugun sizlarga har qanday kompyuter foydalanuvchisi uchun kerak bo'ladigan top 5 dasturlarni ko'rsataman. Bu dasturlar siz va kompyuteringiz uchun anchagina foydali bo'ladi. Mendan video sizlardan like va obuna. 5-o'rin. WinRAR. Bu dastur orqali siz har qanday faylni RAR yoki zip formatga o'zgartirishingiz mumkin. Va bu dasturning qo'shimcha funksiyalaridan biri buzilgan RAR yoki zip fayllarni tiklash va ularni kichraytirish. Biz hozir mana bu videoni RAR formatga o'zgartirib ko'ramiz. Buning uchun sichqonchaning o'ng tugmachasini bosamiz va добавить va arxiv. Va bu yerdan format tanlaymiz va OK. Bir necha soniyada arxiv formatimiz tayyor bo'ladi. 4-o'rin. VLC Media Player. Bu dastur har qanday video, audio formatlarida qo'llab-quvvatlaydi va ularni ijro etishga yordam beradi. Masalan, mana bu videoni ijro etib ko'ramiz. Sichqonchaning o'ng tugmachasini bosamiz va Открыть с помощью. Va bu yerda ko'rib turganingizdek, VLC Media Player'ni ustiga bir marta bosamiz. Ha mana. Keyin musiqani ham ijro etib ko'ramiz. VLC Media Player ustiga bir marta bosamiz, yana bir marta. Samurda kanım anam, cennet hayallarındadır sanım anam, sensiz söz. 3-o'rin. Microsoft Office dasturlari. Bularga albatta Word, Excel, PowerPoint dasturlari kiradi. Word orqali siz matnli hujjat yaratish, tahrirlash va dizayn ishlarini bajarishingiz mumkin. Excel orqali, formula orqali jadval tuzish, ularni tahrirlash imkoniyatlari mavjud. PowerPoint orqali albatta slaydlar orqali namoyishlar, prezentatsiyalar yaratishingiz mumkin. 2-o'rin. Everything dasturi. Bu dastur orqali siz kompyuteringizdan har qanday ma'lumotni axtarib topishingiz mumkin. Biz birinchi bo'lib bu dasturga kirib olamiz. Va bu yerda qidiruv bo'limi turibdi. Biz masalan mana bu videoda qidirib topmoqchimiz. Bu videoni nomidan nusxa olamiz va bu yerga yozamiz. Mana bizga joylashgan manziliga chiqarib berdi. Va bunga kiramiz. Mana. Aynan o'sha video. Va nihoyat birinchi o'ringa keldik. Birinchi o'rin Red Note 32 antivirusi. Bu antivirus sizning kompyuteringizda turli xil viruslar, troyanlar, firibgarlik saytlari va virus bor ilovalardan saqlaydi. Bu dastur orqali siz kompyuteringizni skaner qilishingiz ham mumkin. Buning uchun skaner va smartni bosamiz va bu sizning kompyuteringizni to'liq skaner qiladi. Ikkinchi usul. Agar siz bittagina diskni yoki xohlagan diskingizni skaner qilishni xohlasangiz, ikkinchisini bosamiz va bu yerdan qaysi birini skaner qilishni so'raydi. Va biz bu yerdan xohlaganimizni tanlab qo'yamiz. Masalan, men C diskni tanlayman. Va skaner va pamyat administratorda bosamiz. Va skaner qilishni boshladi. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmachasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda uchrashguncha.